Demak, ertaga ehson. Ro'yxatni o'qib boshdan. Xabar qilindimi hamma? Tuman markazidagi ammam, bir o'g'il, 3 qizlari. Opam yaxshimilar o'zlari? Ota, yuribdilar pishqirib. O'zing bordingmi qilib? Bolani yubordingmi yo? Aytganingizni qilsam ham yana tuhmat deydi-yo. Anima, isboting bormi yo? Mana, o'zlari pishirgan non sizga deb berib yordilar. Ishondingizmi, otaginam? Opam, mehribonginam. Nevaram, xabar qildingmi qayinsingillarimni? Xabar qilib chiqdim hamma xola buvlarimni. Kenja xola buvimiz nevara qiz ko'ribdilar. Chaqaloqqa buvimni ismini qo'yibdilar. Egam baxayr qilsin. Kelishsa o'zing yaxshilab ko'ngillariga qaraysan. O, katta arabi qo'chqoringni ko'rmanaga ataysan. Ha! Baxil bo'lib go'ringga tashirmiding molingni? Tog'angga ham bordingmi? Bordim, tog'amga aytdim. Buvimni ham ko'rib qaytdim. Salom aytdilar sizga. Yaxshimi buving? Qizday. Meni ona tarafdan tog'a xolalarimchi. Balki bobomga aytarmiz. Yuragi ko'tarmaydi. Baribir aytish kerak-ku. Nima qilish kerak? Qilib aytamiz. Bekitib yura olmaymiz. Aytish kerak-ku axir. O'chir. Nima pichir? Xolalarizda aytdik. Lekin ikki tog'angiz dunyodan o'tibdilar. Xo'sh. Tog'day tog'alaringiz Bahoga ko'chibdilar. Qabul qilmay nachora. Bandalik musibatni. Otaginamni tog'aginalari. Senlarni esing pastmi? Ma 3-4 yil bo'lyapti-ku tog'alarim o'tganiga. Tog'am o'tgan bo'lsa ham odam bor-ku uyida. Jiyanlar bor, yangam bor. Qilmadingmi xabardor? Xabardor qildik, aytdik. Bo'pti, ro'yxatga qaytdik. Senlar otang olsa ham yuraverasan bexabar. Qo'ni-qo'shni, mahalla qabolindimi xabar? Hammani aytdik, bobo. Xabardor qildik yana katta quda buvani, qo'shni, mahalladoshlar, u yoqlar va bu yoqlar, opa-singil ayollar hamda pochcha kuyovlar. Aytib bo'ldik hammani. Keksa bobolar qani? Qishloq otaxonlari, 70 boy, 80 boy, hatto 90 boylar ham. Hamma antikvarlar jam. Hamma aytildi, ota. Ha, yaxshi. To'xta. Otamni bittagina quroldosh jo'rasi bor. Senga tayinlovdimi? Borib aytdingmi? Nima? Unutibmiz. Ayb bizda. Hozir yest qilamizda. Telefon bor, nima ham bor. Mana raqamlari ham bor. Men senga shaxsan borib ayt devdim avvalambor. Yo iltimos qilib aytaymi? Kesib tashlaymi? Bobo, ota, ehtiyot bo'ling. Qo'rqma. Qo'rqadi-da. Bola-ku. Kesib tashamaydilar. Otam ro'zadorlar-ku. Ota, kechiring, uzr. Hozir bajaramiz, hozir. Tur. Zing'irlab chopib kel. O'tir. O'zing borib aytib kel. Bobo, gapirsam maylimi? Gapir, erkam. Aylanay. Jahlis chiqmasin-ku, ammo telefon qilib aytsak, buni nimasi yomon? Hozir rivojlangan zamon. Mana qancha odam bor. Bularning har birida shaxsiy telefon raqam bor. Instagram, Telegram bor. Nima kerak kun bo'yi eshik-meshik yurish? Telefon bilan bo'lsa 15 daqiqalik ish. Qo'ng'iroq ham shart emas. Qarindosh urug'larning Telegram kanalimiz bor. Bitta dumaloq video bo'ldi. Hamma xabardor. Mana hozir. Assalomu alaykum, qarindoshlar, azizlar. Mana dadam, bobom bilan bog'da o'tiribmiz bizlar. Ertan biznikida ehson. Bo'lingiz aziz mehmon. Bobom gapirmoqchilar. Gapirsangiz-chi, ota. Gaplaring to'g'ri, botam.
Zamon bizdan so'ramay yugurib ketdi ildam. Mehr ko'zda degan gap unutilyapti bolam. Sen yo'qlagan har eshik buyam ziyorat beshak. Ziyoratki tabarruk qalblarning ziyorati. Bu ham qadimiy udum, xalqimiz urf-odati. Bir didor, bir suhbatda ko'ngling qancha yoyilar. Shuning uchun ham bu maqol mehr ko'zda deylar. Tushunyapsanmi qo'zim? Otalar so'zi aqlning ko'zi. Bu hayotda g'animat asli odamga odam. Qarindoshni yo'qlamoq silai rahim bolam. Menga ham telefon qilish juda jon ish bo'lmasa. Bobolarimdan meros go'zal urflar o'lmasin. Endi o'qdingmi botam? Piqillamay tur, otam. Assalomu alaykum ota. Ha, hamma xabardor. Jo'rangiz? Ularni ham xabari bor. Amaki bobongni aytdingmi? Shoshmay tursan betamiz. Bugun borib aytamiz. Xudoyim bir asradi. Naq kallamiz ketardi. Tur, oyoqni qo'lga ol. Amaki boboga bor. Hovliqma, o'tir, qo'zim. Amakimga men o'zim. Otam farmoni shunday. Endi oyoqni sudiray. Otamni farmoniga doim tulporday shayman. Amakimni sog'ingandim. Didoriga oshqayman. Sen aytgan ishimni qil. Jahlim chiqmasin mani. Botam, turshak tuguncham qani? Daraxtda osiqliq ana. Amin. Qalblarimiz mehrga to'la bo'lsin har doim. Yaqinlarimni o'zing omon asra, Xudoyim.